Darvozada Eldor Suyunov lekin Azim Ahmedov tepdi va gol! Shoh asar ijro etildi Ahmedovdan. Jamoa sardori mixlab tashladi. Masofa qancha edi o'zi 30 dan ham ziyodroq edi chamanda. Bum qilib turib yo'lladi bu zarbani. Yaxshi paschalar bilan chiqyapti jamoa. Uzatma kirsa bo'ladi va uzatma top darvoza to'rida. Va paslar bilan juda oson u yerda Boltaboyev ham aktiv, zo'r joyda turgan edi va oxirgi nuqtada Bilol oldingi nuqtaga chiqib ulgurdi. Mana bunisiga nima deysiz? Bir daqiqaning o'zida oyoqlar orasidan gol urib javob beryapti. Navbahor Jiyanov o'zining golini juda chiroyli tarzda nishonlamoqda. Yana Navbahor oldinga chiqib oldi. Shou davom etadi. Vodiy derbisida shunaqa shou bo'lishi kerak edi. Neftchining hujumi. Yaxshi hujumlar tashkil etilyapti va gol! Yorib tashlashdi hujumni do'stlar. Bu kombinatsiya deyiladi. Xo'sh. Super snagashibatelniy derdi rus sharhlovchilari bo'lganda. Marushich javob berdi menimcha Azim Ahmedovga bugungi super derbida. Uch-2 comeback qilyapti. Levchenko qoladi do'stlar. Ovora bo'lmanglar deydi. Navbahor menimcha o'sha markazni olgandan keyin